Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Ishlarimiz davom etyapti. Ishlarimizda yangiliklarimiz bor. Xudo xolasa Tracker avtomobiliga korobka yo'q, motor yo'q, havo filtr, salon filtrlarigacha alishtirib berdik. Keyingi mashinamiz Lacetti 1.8 motor. Lacetti 1.8 motoriga ham o'zlari istagan moylarini qo'yib beryapmiz. Bizda yangilik boshlandi. Har bitta kelgan mashina mana shu bizdan moy qo'yadi. So'ngra bunaqa qog'ozimiz bor. Bu qog'ozimizga o'zini ismini, telefon nomerini, mashinasining nomerini yozib qo'yadi. Oshnamiz 3-chi bo'ldi, videoga olishni boshladi. Keling. Shu qog'ozga ismingizni, telefon nomeringizni yozib qo'yasiz bittasiga. Keyin mana shariklarni yorib, ichiga solib qo'yamiz. Telefon nomeringizni yozib qo'ying. Endi u qog'ozni yutib chiqarasiz, o'zini ajrating. Ajratib, mashina ichiga o'zingiz tahlab solib qo'yasiz. Tahloring. Bunaqasiga tahlasangiz yopishib qolmaydi menimcha. Ha. Sig'adi, tahling. Bitta yapalab qo'yasiz. Mana. O'zi soladi. Shuni lotatronimizga qo'shib qo'yamiz. Inshaalloh har juma kuni, bu haftada juma emas, keyingi jumaga primoy efir qilamiz. Hamda sovg'alardan klientlarimizga telefon qilib topshiramiz. Obuna bo'lishni unutmanglar.